O'rta asr Uyg'ur tarixidagi himmatlik olim Jamal Qarshi. Mo'ng'ul istilosidan keyin Munbat ili vodisini bosh markaz qilib qurilgan Chag'atay xonligi davrida yashagan Uyg'ur olimi Jamal Qarshi milodiya 1231-yili 5-iyul kuni hozirgi ili vodisidagi qadimiy yurt Almaliqda asli Balasag'unluq Uyg'ur olimi Hafiz Muhammad Hazrat oilasida dunyoga kelgan. Uning onasi hozirgi Ironga tava bo'lgan Marva diyorida saltanat surgan 9 o'g'izlar guruhi ichidagi mo'tabar bir oilaning orzuli qizi edi. Almaliq shahri 1224-yili qurilgan Chag'atay xonligining bosh siyosiy markazi edi. Jamal Qarshi otasining ko'ngil qo'yib tarbiyalashi natijasida kichik turibla o'z davrining buyuk diniy peshvosi Zahiruddin Ashraf ibn Najib al-Kasani hazratning diqqatini tortgan. U toki milodiya 1248-yilgacha mazkur kishining qo'lida alohida tarbiyalangan. 1249-yili ustozi uni ayni davrning buyuk diniy peshvosi deb ta'riflangan mashhur diniy olimi Shayx Badriddin Muhammad al-Farahining xizmatiga avatib bergan. Jamal Qarshi 1263-yildan boshlab toki 1272-yilgacha Qashqar mo'taviri Sadri Azam Kamoliddin hazratning yo'l ko'rsatib, madad berishi va yetarlik sharoit yaratib berishi degandek turli iltifotlari natijasida Qashqar xonlik kutubxonasida ilmiy izdinish qilib, keyingi ilmiy emgaklar uchun xom ashyo to'plagan. Jamal Qarshi 1272-yili G'arbiy Turkistondagi Toshkent shahriga yo'tkilib, keyingi yili Toshkentdan Sirdaryoni bo'ylab buyuk Saljuqiylarning bo'g'isi Saljuq debni qilingan Janit va Barchkent qatorliq yurtlarni ziyorat qilib, bu yurtning eng donliq olimi Shayx Hisomiddin Hamid ibn Osim bilan tanishib, uning fiqhiy kitobini tahrirlab bergan. Ondan keyin Qashqarga qaytib kelib, 1282-yili Abu Nasr Farabining olim jiyani Javhari yozgan 4 tomliq arabcha lug'atni qisqartib, lug'atdagi hamma arabcha so'zlikning farscha ma'nolarini yozib chiqib, As-Surah minas Sihah, ya'ni Sihah lug'atidagi to'liq va sop so'zliklar nomli asrini qalamga olgan. Uningdan keyin Tarim va Yorish vodisini qoplagan siyosiy ma'lumotchilik sababidan Jamal Qarshi yana bir qitim milodiya 1303-yilgacha G'arbiy Turkiston va G'arbiy Osiyo taraflaridagi hamma muhim shaharlarga ilmiy sayohat va ziyoratga berib, nurg'un buyuk olimlar va tavarruk shayxlar uchrashib, o'zining keyingi o'lmas asri uchun kuchlik birinchi qo'l material manbasi to'plab chiqqan. Milodiya 1303-yili Jamal Qarshi eng oxirgi o'lmas bebaho asri bo'lmish Mulhaqatus Surah, ya'ni Surah nomli asarga to'liqlimi nomli asrni bitirib uzun o'tmay vafot bo'lib ketgan. Qarxoniylar davrida bir muncha himmatlik Uyg'ur olimlari Uyg'ur va turk milliy madaniyati haqida nurg'un kitoblarni yozgan va har xil tildagi qimmatli kitoblarni tarjima qildi. Biroq bu asarlardan bizning davrimizga yetib kelganlarini hisobga olmaganda bizga texi noma'lum bo'lgan yana bir muncha asarlarning borligidan shubhilanmaymiz albatta. Bu asarlarning ichida o'z davridan ilgiriki va keyingi yuksak madaniyatni namoyon qiladigan tangdoshsiz qimmatga ega asarlarmi bor edi. Biz Qarxoniylar davrida kamolatga yetgan olimlar va ularning asarlari to'g'risida to'liq xabardor bo'lmasaqmi, ammo Qarxoniylar davrida Qashqarda Balasag'unda yetishib chiqqan olimlarning ismlari va asarlaridan zamonimizgacha yetib kelganlari ichida himmatlik Uyg'ur olimi Jamal Qarshi yozgan As-Surah minas Sihah va Mulhaqatus Surah nomli bebaho asarlari alayda o'rin tutmoqda. Jamal Qarshining Surahga yozgan ilovasi buyuk Qarxoniylar davrida va keyingi Chag'atay xonligining dastlabki davrida Markaziy Osiyoda o'tgan atoqliq olimlar, mashhur shaxslar, diniy olimlar va shayxlarning
tarixini hamda shu davrdagi ma'naviy hayotini yo'ritib berishda zo'r ilmiy qimmatga ega. Jamal Qarshining bu uslubini marhum Uyg'ur diniy olimi Muhammad Salih Damolla hojim o'zining arabcha uyg'urcha qomus nomli cho'ng lug'atida jonli shaklda qo'llangan edi. Bu ilovaning qo'lyozmasi O'rta Osiyoda M.S. Andreyev tarafidan tepilib, F.B. Nalfikin tarafidan Osiyo muzeyiga topshirilgan. Hozirmi shu yerda saqlanmoqda.